بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muborak juma kuni Alloh taoloning marhamatidan umid qilib, zimmamizdagi farz bo'lgan juma namozini ado etmoqlik uchun uzoq yaqindan masjid sari qadam bosdik. Alloh bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun juma suhbatimizning mavzusi fitna fasoddan saqlanaylik deb nomlangan. Mavzu muhim mavzu. Fitna nima? Bu narsaning haqiqatini, uning ma'nolarini har bir mo'min musulmon yaxshi anglab qo'yishligi kerak. Bu ummat fitnadan saqlanmoqligi uchun, bu ummat fitnaga duchor bo'lib qolmasligi uchun uning mohiyatini bilmoqlik kerak. Al-fitnatu fil-lugha al-ibtilo wal-imtihon. Fitna degan so'z lug'aviy ma'nosi ibtilo, imtihon degan ma'nodadir. İmtihan ma'nosidadir. Va ta'ti bi ma'nil kufr. Fitna kufr ma'nosida ham keladi. Va ta'ti bi ma'nil azab. Azob ma'nosida ham keladi. Va bi ma'nil qatl. Qatl, o'ldirish degan ma'noda ham keladi. Va bi ma'nil dalal. Zalolat degan ma'noda ham keladi. Al-fatinu al-mudillu anil haqq. Fatin degan so'zning ma'nosi bu ham fitnadan olingan, haqiqatdan adashtiruvchi degani. Al-fattan ash-shayton. Fattan deb shaytonga aytiladi. Shaytonning bir ismi demak fattan. U ham fitnadan olingan. Chunki shayton fitna qiluvchidir. Gunohlarni ziynatlantiruvchidir. Odamlarni adashtiruvchidir. Odamlarni aldovchidir. Uning bir nomi fattandir. Fitnadan olingan. Bu yuqorida aytilgan ma'nolardan ma'lum bo'ladiki, fitna so'zining aksar ma'nosi salbiy ma'nolardadir. Aksar ma'nosi salbiy ma'nolardadir. Demak, fitna umumiy qilib aytadigan bo'lsak, yaxshi narsa emas. Fitna azobdir. Fitna yomonlikdir. Fitna zalolatdir. Fitna kufrdir. Uni qanday ekanligiga Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi baho berib qo'ygan. Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitna qatldan shiddatliroqdir. Qatl degani odam o'ldirish degan. Fitna odam o'ldirishdan ham battarroqdir degan. Unga ana shunday baho berdi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Tasavvur qilavering. Chunki odam o'ldirishda bitta odamning joniga tajovuz qilinsa,
fitnada omma ketadi. Fitna ommani qiradi. Fitna bo'lganda ho'l quruq barobar ketadi. Fitna bo'lganda solih bilan fosid barobar ketadi. Vattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Alloha shadidul iqob. Alloh taolo bu haqiqatni bayon qildi. Vattaqu fitnatan. Fitnadan ehtiyot bo'ling. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Fitna faqat zulm qilganlarga yetmaydi. Fitna faqat zolimlarni olib ketsa mayli edi. Fitnadan saqlaning. Fitna faqat zulm qilganlarga yetmaydi. Nima demoqchi? Fitna barchaga yetadi demoqchi. Fitnani zararini barcha totadi demoqchi. Wa'lamu anna Alloha shadidul iqob. Mana endi bu yerda katta tahdid keldi. Bilingki, Alloh taolo iqobi, azobi shiddatli zotdir. Azobi qattiq zotdir. Fitnachilarga azobi qattiqdir. Bu oyat karimada Alloh taolo fitna fasod qilishlikdan ochiqdan ochiq qaytaryapti. Fitna chiqarish, fitna qo'zg'ash harom. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Boshqa oyatda Alloh taolo dedi: yer yuzida fitnani izlama, fasodni izlama, buzg'unchilikni izlama. Yer yuzida buzg'unchilik talab qilma. Albatta Alloh taolo buzg'unchilik qiluvchi bandalarni yomon ko'radi. Mana bu oyatda ham Alloh taolo fasoddan qaytaryapti. Fitnaning oqibati fasod. Fitna oxirida hamma yog'ini buzadi. Mo'min musulmon odam fitnachi bo'lmaydi. Buzg'unchi bo'lmaydi. Mo'min musulmon banda hikmat talab qilib yashaydi. Fitna emas, uni izlagan narsasi hikmatdir. Mo'min musulmon banda buzg'unchi bo'lmaydi, isloh qiluvchi bo'ladi. Tuzuvchi bo'ladi. Tuzatuvchi bo'ladi. Fitna shunday narsaki, ujida ko'zga ko'rinmas kichik narsadan yuzaga chiqadi. Axiri juda katta musibatga aylanadi. Xuddi olovning uchquniga o'xshab. Katta olov bir uchqundan paydo bo'ladi. Katta olov bitta gugurtcho'pdan paydo bo'ladi. Fitna shunaqa narsa. Gugurtcho'pdek boshlanadi, katta olovga aylanadi. Ba'zida ko'zga ko'rinmay keladi. Ba'zida insonlar sezmay qoladi. Bu holat nimaga undaydi? Bu holat jamiyatlarda ogohlikka undaydi. Jamiyatda yashab turgan, nafas olib turgan insonlar ogoh bo'lsin. Fitnadan ogoh bo'lsin. Fitnadan ehtiyot bo'lsin. Fitna ho'l quruqni yondiradi. Bu tarix undaylarning juda ko'pini ko'rgan. Bu insoniyat tarixida fitnalarning juda ko'pi o'tgan. Undan saboq olish kerak. Unga duchor bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Fitna qayerdan yuzaga keladi? Bugungi kunda ko'rinib turgan jihatlari. Birinchisi, diniy yo'l bilan keladi. Diniy yo'l bilan kelishi ikki
bir jamiyatda bir qancha din vakillari yashab turgan bo'lsa, ularning o'rtasida fitna qo'zg'aladi. Bunga hushyor bo'lish kerak. Yoki bir din vakillarining o'rtasida fitna qo'zg'aladi. Xuddi bizdagidek biz ham buni ko'rganmiz. Shundaylar bor. Dinim islom, musulmonman deydi. Meni ham kitobim Qur'on, sunnat deydi. Lekin ba'zi bir narsalarni o'rtaga tashlab qo'yadi. Kichkina narsani tashiydi-yu, katta fitnaga aylanadi. Buni juda ko'pini ko'rdik. Bunda bugungi ko'zga ko'rinib turgan yaqqol misol nima? Bugun ko'zga ko'rinib turgan yaqqol misol bemazhablik. Shunday toifalar chiqdi, mazhab yo'q dedi. Mazhabga ergashish shirk dedi. Katta fitna tashlandi jamiyatga. Musulmonlar o'rtasida katta fitna qo'zg'aldi. Nega? Chunki bu jamiyatda yashab turgan aholi 1000 yillardan beri Imom Azam mazhabiga, shu mazhabning raviyasiga binoan ibodat qilib kelgan. Ularning bir og'iz so'zi bilan 1000 yillik qadriyat yo'q bo'ldi. Juda katta fitnaga aylandi. Uning oqibatini ko'rdik, uning zararini ko'rdik. Har xil namoz o'qiydiganlar paydo bo'ldi. Ixtiloflar paydo bo'ldi. Kelishmovchiliklar paydo bo'ldi. O'rtaga ixtilof tashladilar. Musulmon ummatini bo'ldilar. Parcha-parcha qildilar. Bir-birlar bilan kelishmay qoldilar. Ota bola bilan kelishmay qoldi. Aka-ukalarning gapi qovushmay qoldi. Unisi masalani u desa, bunisi masalasini bu deydigan bo'lib qoldi. Fitna mana shunaqa narsa. Bitta harakat hamma yoqni parchalab tashladi. Musulmonlarning o'rtasida ixtilof chiqarish, musulmonlarning o'rtasida tafriqa chiqarish, musulmonlarning o'rtasini parchalash bu juda katta fitnadir. Juda katta fitnadir. Musulmon ummati bu fitnadan ogoh bo'lib yashashi kerak. Islom dini birdamlik dini. Islom dini birodarlik, do'stlik dini. Islom dini mo'min musulmonlar birdamlikda ittifoqda yashashlik targ'ib qilgan din. Al-jamoatu rahmatun val furqatu azabun. Payg'ambarimiz alayhissalom jamoat Allohning rahmatidir dedilar. Jamoat degani mo'min musulmonlar bir jamoat bo'lib yashashlari degan. Allohning rahmatidir dedilar. Val furqatu azabun. Ularning o'rtasi ajrashi, ularning o'rtasida tafriqa bo'lishi azobdir dedilar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a va la tafarraqu. Qur'onning ta'limoti. Barchalaringiz Alloh taoloning arqonini mahkam tuting, tafriqa bo'lmang, bo'linib ketmang dedi. Bo'linib ketish musulmon ummatini bo'linib ketishligiga sababchi bo'lish bu harom. Qaytarilgan bu. Mana bu juda katta fitna. U fitnaga duchor bo'ldik. Ba'zi bir masalalarni ko'tarib keldilar. Mazhabimizda yo'q masalalarni ko'tardilar. Bemazhablikni yuzaga chiqardilar. Katta fitnalar bo'ldi. Hali ham ko'z ochilmaganlar bor, hali ham. Sekin o'rtaga tashib qo'yadi masalan. Bitta misol aytaman. Imom valaddallin deganda orqada turgan qavm amin deb qo'yadi. Bu amin degan so'zni ichda aytish bizning mazhabimizda sunnat.
ichida maxfiy aytish. Boshqa mazhablarda tashqarisida aytadi. Mana umraga, hajga borganlar ko'radi. Boshqa mazhab o'zining mazhabini qilaversin. Lekin bu diyorda Imom Azam mazhabi rivoj topgan, shu joyda o'rnashgan. Boshqa mazhabning masalasini olib kelsangiz ixtilof bo'ladi. Valaddallin desa imom hamma ichida amin deb turdi, bittasi amin. Mana bu fitna. Mana bu fitna. Bu masalani bitta sen bilasan. Bu masalaga bitta sen amal qilyapsan. O'zini jamoatdan ayiryapti. Hozir yo'qmi shunaqalar? Bor. Hozir ham bor. Imom Azam mazhabida qiyomda turgan paytda qo'l kindigining tagida turadi. Sunnatga muvofiq qancha hadislar bor. Qo'l kindigining tagida turadi. Yo'q. U fitnachi qo'lini ko'kragining ustiga qo'ydi, xotinlarga o'xshab. Imom Azam mazhabida ayollar qo'lini ko'kragining ustiga qo'yadi. Endi oxirida yana shunaqalar chiqib qoldi. Qadida o'tirganda dumbasini yerga qo'yib o'tiradigan bo'ldi, xotinlarga o'xshab. Shunaqasi ham paydo bo'lib qoldi. Bundaqa o'tirish kerak ekan deydi. Bu narsalar hammasi omma musulmonning ixtilofiga sabab bo'ladi. Tafriqasiga sabab bo'ladi. O'sha omma qanday o'qiyotgan bo'lsa, shunday o'qib ketaver, baraka topar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taoloning oyatiga amal qilib ket. Bo'linmanglar degan oyatiga amal qilib ket. Shu imomning orqasidan namoz o'qiyapsan. Shu imomning namozi namoz deb. Shu imomning namozini o'qunda. Mana bunday ko'zga ko'rinadigan, ko'rinmaydigan kichkina narsa-yu, bitta masala-yu, lekin katta fitnalarga sabab bo'lyapti. Bir ulug' zotning huzuriga keldilar. Bizni masjidda to'polon dedi. Nima to'polon? Qavm ikkiga bo'lingan dedi. Yarmi 20 rakat tarovih o'qiydi, yarmi 8 rakat o'qiymiz deb turibdi. Nima qilaylik? Bu kishidan javob so'rayapti. Fitna boshlangan. Jamoatning yarmi 20 rakat tarovih o'qiymiz desa, yarmi 8 rakat o'qiymiz deydi. Bu zot dedilar, masjidni yoping. Yo ajabo. Qanday masjid yopamiz? Shu bitta masala uchun masjid yopiladi. Mana shu bitta fitna uchun masjid yopiladi. Fitnaning zararini shunday anglayaptilar. Haligi kichkinagina bitta ixtilof, bitta kelishmovchilik ni oldida masjidni yopilishi hech narsa emas demoqchilar. Qarang. Nega? O'sha kelishmovchilikni bosish kerak. O'sha fitnani bosish kerak. Masjidni yoping, uyingda o'qiyver. Qanaq o'qisang. Fitna, dindagi fitna ochiqdan ochiq ko'rinib turgani mo'min musulmonlarning o'rtasida ixtilof. Mo'min musulmonlarning o'rtasiga ixtilof solish shariatga xilof ish. Shariatga xilof ish. Ixtilof durust emas. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilar, qaysi bir yurtda bir mazhab rivoj topgan bo'lsa, boshqa mazhabning ulamolari bo'lmasa, o'sha mazhabda ibodat qilishlari, hatta harakat qilishlari o'sha xalqqa vojib dedilar. Biz
bizning yurtda qaysi mazhab rivoj topgan? Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabi. 1000 yil bo'ldi kelganiga, 1000 yil. 1000 yildan beri gullab, yashnab kelayotgan bu raviya bugun endi ba'zi bir fitnachilarning gapi bilan yo'q qoladi. Mazhabni inkor qilish, mazhabni yo'q qilish bu dinni inkor qilish desak ham bo'laveradi. Nega? Chunki islom ilmining, islom diniga taalluqli ilmning 3dan 2 qismi fiqhga oiddir. Fiqhni mazhabsiz tushunib bo'lmaydi. Fiqh mazhab bilan yuzaga kelgan. Al-fiqhu imaduddin. Fiqh dinning ustunidir. Faqihlarni inkor qilish bo'ladi. Mazhabni inkor qilish, faqihlarni, fiqh ilmini biladiganlarni inkor qilish bo'ladi. Imom Azam mazhabini inkor qilish, faqihlarning eng kattasini inkor qilish bo'ladi. Qo'lida diniy ilm qolmaydi, fiqhni inkor qilsa, mazhabni inkor qilsa. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Payg'ambarimiz alayhissalom kimga Alloh taolo yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qiladi dedilar. Alloh taolo qaysi bir bandaga yaxshilikni xohlasa, uni faqih qiladi dinda dedilar. Faqihlik ana shunday. Alla mazhabiyya qantaratu alla diniyya. Ulamolarimiz dedilar, bemazhablik dinsizlikka olib boradigan ko'prikdir dedilar. Bemazhablik seni dindan ajratadigan yo'l dedilar. Diningdan chiqaradigan yo'l dedilar. Uning oqibati ana shunday bo'lyapti. Mazhabni inkor qilib oladi. Eng katta fitna. Eng katta fitna. Barcha zamonda ulamolarning gapiga quloq solingan. Eng to'g'ri yo'l ana shu yo'l bo'ladi. Ulamolarga quloq solishni bilish kerak. Ulamolarni, ulug'larni eshitishni bilish kerak. U yo'l ularning yo'lini tutishni bilish kerak. Hamma o'zicha talqin qilishga haqqi yo'q. Dindan hamma gapirishga haqqi yo'q. La yaqussu 'ala an-nas illa amirun aw ma'murun aw mukhtalun. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar, odamlarga nasihat qilmasin magar amir qilsin. Odamlarga nasihat qilishga kimning haqqi bor? Amirning, podshoning haqqi bor dedilar. Yana kimning? Ma'murun, podsho tayinlagan odamning haqqi bor dedilar. Qarang, dindan hamma gapirmaydi. Dindan hamma gapirmaydi. Nasihatni hamma qilmaydi. Podsho qiladi, podsho buyurgan odam qiladi. Yoki riyokor qiladi dedilar. Uchinchisi riyokor dedilar. Hamma gapirishga haqqi yo'q. Nega? Hamma gapiradigan bo'lsa dindan fitna chiqadi. Fitnaga sabab bo'ladi. Demak, dinda fitna qilishlikdan ehtiyot bo'lish. Dindagi fitnalarning yana bir ko'rinishi dinda g'uluvga ketish.
dinda haddan oshish, g'uluga ketish. Payg'ambarimiz alayhissalom ko'p hadislarda bundan qaytarganlar. Dinda g'uluga ketishdan qaytarganlar. Haddan oshishdan qaytarganlar. Fitnaning yana bir ko'rinishi ijtimoiy fitna. Ijtimoiy fitnaga misol bugungi kunda ijtimoiy tarmoqdagi internetdagi fitnalar. Har xil buzuq g'oyalar, har xil buzuq e'tiqodlar, har xil buzuq tushunchalar, axloqsizlikka olib boradigan beodobliklar, axloqsizliklar, behayoliklar to'lib toshib ketdi. Hammasi fitnaga sabab bo'lyapti. Bundan ehtiyot bo'lsin musulmon omma. Bundan ehtiyot bo'lsin. Farzandlarimiz, yoshlarimiz nima ko'ryapti? Nima eshityapti? Kimning suhbatini eshityapti? U suhbat qilayotgan odamning tayini bormi? Uning bir tayinli ustozi bormi? Yoki bir tayinli madrasa tugatganmi? Uning gaplarini eshitsa bo'ladimi, yo'qmi? Buning tashvishini qilish kerak. To'la fitna. إن هذا العلم الدين خذوه فانظروا عمن تأخذون دينكم. Tabiilerden İbn Sirin dediler. Bu ilim dindir. Bu ilim dindir. Dinni kimdan olayotganingizga bir qarang dediler. Bu ham ilmdan gapiryapti, bu ham dindan gapiryapti deb ketilavermaydi. Uni kimdan olayapsiz, unga qarang dedilar. Bugun ko'p adashishlik shuning orqasidan ketyapti. Bu masalada ham ulamolarni tinglang. Ulamolarni eshiting. Ular eshit degan odamdan eshiting. Buni eshitsa bo'ladi deb ruxsat bergan odamni eshiting. Fitnaning yana bir ko'rinishi siyosiy fitna. Xalqni rahbarlarga qarshi qo'yish. Bu ham juda katta fitnadir. Bu bilan nima bo'ladi? Bu bilan axiri obod bo'lib turgan shaharlar sahroga aylanadi. Cho'lga aylanadi. Obod bo'lib turgan joylar oxiri vayron bo'ladi. Dunyoning misolida ko'ryapmiz-ku. Bitta kichkinagina fitna sabab bo'lib yurtlar buzilib ketyapti. Mamlakatlar vayron bo'lyapti. Odamlar boshpanasiz qolyapti. Qancha jonlarga putur yetyapti. Bola chaqalar ota-onasiz qolyapti. Qancha odamlar vatansiz qolyapti. Ko'rib turibmiz-ku, ana shu fitna sababli. Xalqni rahbarlarga qarshi qo'yish jamiyatda beqarorlikka sabab bo'ladi. Notinchlikka sabab bo'ladi. Bu o'rinda ham dinimizning go'zal ta'limoti buzilgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi: "Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasul va ulil amri minkum." Ey iymon keltirganlar, ey mo'minlar, Allohga itoat qiling va rasuliga itoat qiling va ichlaringizdan ish boshlarga itoat qiling. İçimizdagi ish boshlar kim? İçimizdagi ish boshlar tepamizdagi rahbarlarimizdir. Qur'oni Karimda Alloh taolo ochiqdan ochiq ularga itoat qilishlikka buyuryapti.
Madomiki buyrug'i shariatga xilof emas ekan, itoat qilishlik vojib bo'ladi. Islomning ta'limoti shu. Rahbarlarga itoat qilish, ularning haqqiga xayrli duoda bo'lish, qo'lidan kelsa nasihat qilish, yaxshilikni ravo ko'rish, ularni duoibat qilmaslik, ularni yomon ko'rmaslik islomning ta'limotidir bu. Mana bu narsalarni bugun bilmoq kerak. Mana bu narsalarni bugun anglamoq kerak. Xulosa qiladigan bo'lsak, fitna azobdir. Alloh asrasin. Mo'min musulmonlarning ko'zi, qalbi doim ochiq bo'lsin. Fitnadan ogoh bo'lsinlar. Fitnaga zinhor sababchi bo'lmasinlar. Sababchilarni qo'llaridan tutsinlar. Fosid ham solih ham ketadi. Buzg'unchi fitna bilan ketadi. Fitna qo'zg'agani uchun. Solihchi. Solih ana shu fitnaga qarshi turmagani uchun ketadi. U ham yonadi. Qo'lidan tutmagani uchun, fosidning qo'lidan tutmagani uchun yonadi. Shuning uchun yaxshilar yomonlarni, solihlar fitnachilarni qo'ldan tutmoqlari lozim. Doim ogoh turmoqlari lozim. Eslatsinlar, yo bu gapni gapirma. Buni gapirma. Bu fitnaga sabab bo'ladi. Oxir oqibat yaxshi bo'lmaydi. Fitnachilar hamma zamonda qoralangan. Hamma zamonda. Bir ibratli misol. Hazrat Ali roziyallohu anhuning huzurlariga bir kishi dard bilan keldi. Kel dedilar. Bir bog' qildim. Bir necha yil bo'ldi bog'ga. Meva yo'q. Bog'im meva bermayapti. Shuni ham ilojisi bormi dedilar. Hazrat Ali bor dedilar. Bir qog'ozga bir narsa yozdilar. Mana shu qog'ozni bog'ingga borib ko'mib qo'y dedilar. Haligi odam qog'ozni olib kelib bog'ning yeriga ko'mib qo'ydilar. Bog' shunaqa meva berdi. Shunaqa meva berdi. Bog'ning egasi hayron. Va ajabo. U mevani eplay olmayaptilar. G'ulg'ula bo'ldi ichlarida. Nima deb yozgan bo'lsalar kerak qog'ozga. Deb ko'mgan qog'ozlarni oldilar. Olib o'qisalar Hazrat Ali u qog'ozga yozgan ekanlar. Ey bog', meva ber. Agar bermasang sening yeringga fitnachilardan ko'mamiz dedilar. Bog' qo'rqqandan meva berib yerimga fitnachi ko'milmasin deb. Fitnachidan yer ham hazar qiladi. Hamma hazar qiladi. Chunki uning zararini hamma ko'radi. Uning zararini hamma ko'radi. Hazlar, ehtiyot bo'ling. Ogoh bo'ling. O'tmish saboq bo'lsin. Tariximiz saboq bo'lsin. Islom tarixi ko'p fitnaga duchor bo'lgan. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhissalomning eng yaqin sohiblari, eng yaqin hamrohlari. Shu kishi zaharlanib o'ldirishga loyiqmilar? Shunday zotni zaharladilar. Hazrat Umar yer yuzini adolatga to'ldirgan zot.
sifatlari Umar odil, adolatlari tillarda doston. Ana shunday zot xanjar sanchilib o'ldirishga loyiqmilar? Namozda turganlarda xanjar sanchdilar. Hazrati Ali sahobalardan eng yosh islomni qabul qilgan sahobiy. Jaholatning johilliklarini ko'rmagan, jaholatning gunohlarini tatmagan yagona sahobiy. Ana shunday zot namozda shahid qildilar. Hazrat Usmon roziyallohu anhu hayoda butun insoniyat uchun ibrat. Farishtalar hayo qilgan sahobiy. Zunnurayn Rasulullohni avval qizlari, o'tganlardan keyingi qizlarga uylangan sahobiy. Ana shunday zot. Bu aytgan sahobiylar tirikligida jannati deb bashorat qilinganlar. Ana shunday insoniyatning ichida eng hayoli bo'lgan zot qatl qilinishga haqlimilar? Bular hammasi fitnaning qurboni bo'lgan. Fitna shunaqa narsa. Fitnaning qurboni bo'lgan. Bu saboq bizga. Musulmonlar avvalgi tarixdan o'tgan kunlardan saboq oladilar. Ko'zlarini ochadilar, qalblarini ochadilar. Zinhor fitnaga yaqin bormaydilar. Zinhor unga qarshi turadilar doim. Ogoh turadilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf ayla. Ulug' kunlarda duo so'raganlar bor. Murodlarni hosil ayla. Bemorlarga shifoi komil ber. Hojatmandlarning hojatlarini ravo ayla. Boshlariga mushkulot tushganlarning mushkulotlarini kushoyish ayla. Qarzdorlarga g'oyibidan barakasidan yetkazib yuzlarini yorug' qil. Yurtga omonlik ber. Ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan balo ofatlardan o'zing panohingda asra. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatihi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.